26-yılın 29-may günü katollarımızı dastlapka tayyorladık mana. Bu katollarımızı bir günü Biruni tumaniga, bir günü Ömürdaryo tumaniga, yani özümüzün tumaniga beremiz. Bizim kanalımızda kaçandan beri kuzatışınızı bilimizde kanalımızga abone olup ko'rishni tavsiya beramiz. Nimaga deganda kerak paytda kanalimiz ko'p odam topa olmayapmiz deb keyin bizga telefon qilib nomerlarda через odamlardan topib shunday qilib o'tdi. Kanalımızga abone bo'ling, pastda abone degan tugmasi bo'ladi. Abonani bosib qo'ying. Kundan kunga katyollarımız aslında yaxshi funksiyalarga chiqmoqda, bir qator tushuntirib beraman. Aynan ana shu katyolimiz 25 kW universal katyolimiz. Bu katyolumuzun komplektida qo'shaloq turib bitta motor bo'ladi. 24-25 yil qishda, shunday 25-26 yil qishda shu qo'shaloq turda berganmiz. Katyollarimiz juda mukammal darajada ishladi. Juda yaxshi, hamma odamlar yaxshi rahmatlarni eshitdik. Sinovdan o'tdi katyollarimiz. Shuning hisobiga ikki katyolimiz mana biri Biruni tumaniga, biri Ömürdaryo tumaniga ketadigan bo'ldi bu katyollarimiz. Barchasini egalariga yetkazib beramiz. Bu katyollarimiz afzalliklari: mayda ko'mirni bu tarafidan solasiz, yirik ko'mirni bu tarafidan solasiz. Shu to'rt burchakdan ham hamma tomoni suv bo'lgani uchun salgina yongan alanga katyolga yaxshi effekt beradi bu katyollarimizda. Komplektida ventilator, miyalarimizni mana knopkada boshqarsa bo'ladi bemalol. Ikkovini ham sinab qo'yibmiz. Ish jarayonida bo'lib turibdi hozir ikkovi mana. Miyalarimizni ko'rishingiz mumkin mana. Miyalarning komplektida vaqt bo'ladi, restart knopkasi, to'qning necha vatt kelib turganini ko'rsatadi. Regulyator bo'ladi, termostat bo'ladi. Bu miyalarimizning ichida relay qo'yilgan, relaylar vakuator relaydan qo'yilgan, motor kuyib qolmaydi shuning uchun. Motor kuymasligi uchun обязательно relay kerak bo'lgan. Bu katyollarımızdan ikkovi ham bir xil variantda ishlangan narsa, hech qanday farqi yo'q. Bunkirda 120 kg atrofida ko'mir sig'imi bor. Agar bu joyga yig'aman desangiz, 35-40 kg atrofida ko'mir sig'adi mana. Bunga shunday katyollar qiziq bo'lsa, bizning manzil Ömürdaryo tumani Mangiz shahri, Kichik Tanaz zonasida joylashgan sahnamiz. Telefon qilib murojaat qilaverasizlar.